Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringdek pochtalar chiqaryapmiz akalar. Ikki ko'zli 360 ga aylanuvchi odamni kuylab yurib, videoga olib rasmga oladiganimiz qaranglar. Kameramiz ikki ko'zli, quyosh paneli bo'ladi. Narxi 660 ming so'm. Qoraqalpog'iston Nukusga ketyapti, Nukus shahriga. Sim karta bilan ishlaydi, ikki ko'zlik. Narxi 660 ming so'mga baraka qilamiz do'stlar. Keyingisi bu ham ikki ko'zlikdan ketyapti. O'sha sim karta Wi-Fi ga ishlaydi, sim kartaga ishlaydi, quyosh paneli ikki ko'zlik. Hop, Navoiy shahriga ketyapti. Quyosh panelimizdan 660 ming. Dastavkasi bepul, 32 talik chipi ham bepul akalar. Hop, keyingisi 450 ming so'mga Wi-Fi da ishlaydigan, ham to'lqin orqali, ham kabel orqali ulanadigan kameramiz ikki ko'zligidan. Hop, Qoraqalpog'iston Respublikasi Kiguliga ketyapti akalar. Dastavka bepul, Qoraqalpoqgacha xullas, O'zbekiston bo'ylab bepul. 32 talik chipi ham bepul, ustonovkasi ham bepul akalar. Hop, keyingisi Monster kameramizdan qaranglar. Monsterdan Rossiyadan turib zakaz berishdi. Monster. Hop, Samarqand Katta Qo'rg'onga ketyapti akalar. Sim karta bilan ishlaydi. Ikkita quyosh panelli, 4 ta ko'zi bor. 32 talik chip bepul, dastavka ham bepul. 1 million 150 ming so'mga baraka bo'ldi do'stlar. Hop, keyingisi 4 ko'zli trendda sotilayotgan kameramizdan oqidan ikkita quyosh panelisidan bu ham narxi 1 million 150 ming so'm. Hop, Qarshi shahriga ketyapti akalar. Sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar. Hop, endi 3 ko'zligimizdan trendga chiqqan kameramizdan 3 osni PTZ tizimi bor. Kameramizdan sim kartaga ishlaydi, Wi-Fi ga ham ishlaydi akalar. Bunimizni xullas mana Qashqadaryo Chiroqchi tumaniga berib yuboryapmiz. UPSlari bilan qo'shib berdik akalar. Kameramizning narxi 800 ming so'm akalar. Hop, endi bitta udari ketyapti. Bitta akamiz qaslashib qo'ygan ekanlar biz bilan. Bitta emas, 3 ta olaman dedilar akalar, qaranglar. 3 ta Monster. 4 ta ko'zlikdan jami qancha bo'ladi? 4, 8, 12 ta kamera ketyapti akalar. Hop, kameramizni qaranglar, Buxoro viloyati Vobkent tumaniga hozir 6 ta quyosh panel ketyapti. 3 ta kamera xullas akalar. 4 ko'zlik sim kartaga ishlaydi. Narxi 1 million 150 ming so'm. Hop, chiplarni qo'shib berdik. Dastavkasini ham bepul qilib beryapmiz akalar, qaranglar. 3 ta oldilar akamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosamiz akalar.